Personalpronomen, personal heißt, also, Yordamchi fe'llarmi? personal demak kishilik olmoshlari, shaxs olmoshlari desa ham bo'ladi. Shaxs olmoshlari. Kishilik olmoshlari yoki shaxs olmoshlari. Kishilik olmoshlari. Also, erste Person degani birinchi shaxs. Erste Person, das bin ich immer. Bu demak doim man, o'zim, men. Ich. Men degani. Zweite Person, ikkinchi shaxs degani, das ist immer mein Partner oder meine Partnerin. Bu doim mani suhbatdoshim. Okay? Das ist dann du. In Uzbekisch sen. Dritte Person, uchinchi shaxs. Breite. Also, wir haben gelernt, ich bin erste Person, men birinchi shaxs. Du, sen ikkinchi shaxssan. Yana bir kishi kelib qo'shilsa yoki biz boshqa bir shaxs haqida gapirayotgan bo'lsak, bu uchinchi shaxs bo'ladi. Das ist dritte Person. Z bo'ladimi? Uchinchi shaxsimiz uch xil bo'ladi. LZ ismi? U. Ya'ni bizda jinsi yo'q, erkak kishi degani bu. U. Erkak jinsi. Okay? O'zbeklar juda tejamkorda. Z. Bu ham u degani. Demak, bu ayol jinsi. Ayol yoki qiz. Ondan S bor, demak bu Narsalar. u neutral deymiz, neytral so'zlar. Neytral narsalar. Narsa, hayvon. Средний род-da, средний-da. Средний. Narsa, hayvon shunga ketadi-da. Demak, bular hammasi bir kishi o'rtoqlar. Das ist alles, wir sagen Singular. Birlikda. Bitta shaxs. Bitta shaxs yoki narsa. Ko'pala emas. Tushunarlimi? Ich manam bitta odamman. Du mani partnerman, bitta odam. U deyotgan shaxsimiz yoki narsamiz ham bitta narsa. Tushunarlimi? Shuning uchun buni biz singular deymiz. Bu asli lotinchadan kelib qolgan singular. Bitta, yakka degan. Und jetzt haben wir auch viele Leute. Endi ko'plik variantini o'rganamiz. Ko'plik variantida ham xuddi shunday birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxs degan narsa bor, lekin ko'plikda aytamiz, Das sind also wir. Biz degani. Ihr, sizlar. Also wir, biz, Wir lernen zusammen Deutsch. Biz hammamiz birga nemis tilini o'rganamiz. Biz degani, wir. Ihr deb ko'pchilikka nisbatan aytasizlar. Masalan, men sizlarga ihr deb aytishim mumkin. Sizlar degani. Ko'pchilikka murojaat qilsanglar, sizlar deysizlar. Ondan sie, demak bunisi ular. Demak, bunda men ular deb ko'pala odamlarni yoki narsalarni gapiryapman. Ular. Sie. Keyin yana bitta zimiz bor. Bu katta harf bilan yoziladi. Bu siz degani. Siz. Bu höflichkeit, hurmat shakli, hurmat. Hurmat.
Demak, zda 3ta varianti bor ekan. Birinchi zimiz bu u degani, u ayol kishi yoki u deb biz o'sha artikl didagi narsaga nisbatan ishlatamiz. Keyingi zimiz bu ular ekan, ular. Ha? Ular demak ko'ppala odamlar yoki ko'ppala narsalar. Ondan zid hurmat shakli bor ekan. Bunda zini katta harf bilan yozar ekanmiz. Hurmat shakli. Zi deb turib, hurmat shaklini ham man ko'pchilikka nisbatan ham aytishim mumkin. Bunda man hammani hurmat formada aytayotgan bo'laman. Formelli varianti bu. Das ist formelle varianti. Formal variant. Masalan, ko'pchilikka nisbatan bugun so'rayaptim mana. Wie geht's Ihnen? Alles gut? Sprechen Sie, antworten Sie deb turib ko'pchilikka nisbatan aytishim mumkin. Ko'pchilikka nisbatan hurmat bildirayotgan bo'laman. Ana shu uchala zida eslab qolasizlar. Biz artikllarni hali tagim bilan tushunib o'tmadik, lekin men darsga yuklaganman. Artikl haqida ikkita mavzu yuklaganman. Ko'rib takrorlasanglar bo'ladi. Bizda 3 xil artikl bor, ko'plik shakli bilan 4 xil. Bu kitobimizda artikllar ranglar bilan berilgan. Siz mana shu so'zlarni oldida ko'k belgichani ko'rsangiz, ko'k bo'ldimi, qora bo'ldimi? Mana ko'k qilamiz. Ko'k belgicha tursa, bu degani artikl deya bo'ladi. Tushunarli? Demak, nemis tilida hamma so'zlarni biz ot deymiz, ona tilida otlarni o'tganmiz-ku, hammasi artikl bilan ishlatiladi va doim katta harf bilan yoziladi. Mana shularni doim artikl bilan yodlashimiz kerak. Bittasi bu masalan der. Der degani bu maskulin mujizki rod, erkak jinsiga mansub. Mana shu der degan narsani biz olmosh bilan ham ko'rsata olamiz. Bu der degani bu deya deb tarjima qilamiz. Men tushuninglar deb der deb aytaman. Deya. Und Antwort, also wir können das auch mit Personalpronomen machen. Olmosh bilan ham berishimiz mumkin. Bunda deb ishlatamiz. Okay? Artikl deya, demak artikl der, olmoshimiz ga to'g'ri keladi. Die. Artikel die, das ist feminin. Feminin degani женский rod. Artikel die sie ga to'g'ri keladi. Sie. Die sie. Misollar yozaman hali, keyin tushunasizlar. Yozib olaveringlar. Und dann haben wir Artikel das. Daslilarni sariq bilan beradi. Yo'q, uzr. Yashil bilan berar edi. Yashil bilan beradi. Kitobda yashil bilan berilgan, tushunarli? Ja. Das ist das. Neutral. Das desa demak bu s bo'ladi. Endi plural ko'plik shakli ham bor. Buni mana oranjviy deymiz, apelsin rang yoki olov rang. Demak bu plural ko'plik degani. Buni biz zi deb beramiz. Zi. Ular degani. Bir ikkita misol yozamiz, tushunasizlar keyin. Qaranglar. Misol. Ustoz, artikl nemis tilida qanaqa aytiladi? Artikl. Artikl, ha? Ko'plikka artiklen. Yo'q, ko'plikda ham artiklda o'zi. Yo'q. Masalan, das ist der Apfel.
Bu olma deyapman ha. Olma degani demak nomin bu. Nomin ot. Demak buni artikli bor ekan. Artikli der ekan. Deya. Ha? Bu olma deyapman ha. Endi olma haqida gapirishda davom etaman. Keyingi safar yana olma demayman-da. Nima deyman? Einen. Nein, No, ich bin jetzt eher. Er ist lecker. O shirin. Demak, qara, deya apfelni keyingi gapimda man eya deb ketaman. Tushunarlimi? Nima uchun? Chunki apfelni artikli deya, deya artikli bu eyaga to'g'ri keladi. Uga to'g'ri keladi. Demak, bu olma erkak jinsiga mansub. Tushunarlimi? Nima uchun olmosh kerak? Qarang. Agar olmosh bo'lmasa shu yerda, men bu yerga necha martalab apfel deb aytib chiqishimga to'g'ri keladi. Ha? Das ist der Apfel. Der Apfel ist lecker. Der Apfel ist rot. Der Apfel schmeckt gut. Der Apfel ist hier. Der Apfel, der Apfel, der Apfel, der Apfel, der Apfel. Bularmi shunday desa? Bo'lmaydi, to'g'rimi? Bizga olmosh kerak. Qisqa va lo'nda olmosh kerak. Mana shu olmosh demak bu yerda eya deb ketilaveradi. Tushunarlimi? Ya'ni u deb ketilaveradi-da. Itga teng ekanda. Hop. Keyingisi das ist die Banane. Nima deyman keyingi gapimda? Sie bo'ladi. Sie ist Sie. Sie bo'ladi. Sie ist lecker misol. gelb. Sie ist gelb. Nima uchun men zi yozdim? Chunki di ziga teng bo'ladi. Olmosh Ha, chiqadi. bravo. Verstanden. Demak, Artikel die, das ist sie. Das ist die Banane. Sie ist gelb. Sie ist lecker. Sie schmeckt sehr gut. Sie kommt aus Brasilien. Tarjimasi. Ha? Gel tarjimasi nima edi? Gelb sariq degan. Sariq. Bu sariq. Lecker shirin. Lekin shirin. Shirin. Bitaylik. Okay, danke schön. Ja. Dann haben wir Artikel das. Das ist Das Sofa. Das ist das Buch bo'lmaydi. Farqi yo'q, qaysi bilsa. Das ist das Buch masalan. Bu kitob. Keyingi safar nima deyman? Das Buch Es. keyin Es. Ist Es ist Buch. Es ist interessant. Es ist interesting. Interessant. Nega es qo'ydim? Das Chunki das olmoshga teng bo'ladi. Bravo. aylanadi. Xuddi shunday. Alles klar? Ja, alles klar. Das ist das Buch. Es ist interessant. Es ist schön. Es ist eine gute Geschichte. Es ist mein Lieblingsbuch. Es bo'lib ketaveradi. Tushunarli? Men 100 martalab das Buch deb chiqishim shart emas. Qisqa va lo'nda olmosh bilan ham berib qo'yveraman. Tushunarli? klar. Sehr gut. Danach haben wir Plural varianti. Doim ko'plik shakli bor. Hamma so'zlarda emas u, endi ko'plikka qo'yib bo'lmaydigan so'zlardan tashqari. Hamma so'zlarning ko'plik varianti bor. Suvga qo'yib bo'lmaydi. Ha, shunaqa. To'kiladigan, sochiladigan narsa. Sanab bo'lmaydigan narsalar. U artikl mavzusiga yana qaytamiz. Qo'rqmanglar. Das
ist bu ko'plik edi, uzr. D. Das Di. sind. Bu yerda endi sind bo'ladi. Fe'lda ham o'zgartishlar bo'ladi. Das sind zum Beispiel die Bücher. Kitoblar bo'ldi. Bular kitoblar. Keyin nima deyman? Sie ist. Sie ist bo'lmaydi endi. Sie sind bo'ladi. Die sind. Sie sind billig. Zum Beispiel. Sind. Billig degani arzon. Qimmat. Arzon. Cheaper. Toyir Cheaper. qimmat. Toyir qimmat. Nimaga zi berdim? Chunki mana shu Chunki almashishning ko'plikni uchun beradi. bo'ladi. D'ning ko'pligi zi bo'ladi. Ular Chunki bu yerda di-da, ko'plikda. Zi. D'ning ko'pligi zi bilan keladi. Nima uchun men bir ikki marta ham zi yozdim, katta harf bilan yozdim. Nega? Chunki hurmat bu ma'nosida keladi. Bittasi birlik, bittasi ko'plik, hurmatda. Ko'plik ma'nosida. Gap Hmm. boshida kelyapti. Ot. Gap boshida kelyapti deb kim aytdi? To'g'ri javob berdi. Gap boshida kelyapti, katta harf bilan yozish kerak edi. Qanday ajratib olaman ikkalasini? Qanday ajrataman? Masalan, tepadagi zi bilan pastdagi zi'ni qanday ajrataman? Fe'ldan, fe'l bilan Zik bo'lgan. Ya. Bucher bu. Ich gucke auf das Verb, fe'lga qarayman. Fe'l birlikda turgan bo'lsa bu u bo'ladi. u bo'ladi. Ko'plikda turgan bo'lsa ular bo'ladi. Shunday. Alles klar? Klar. Ja, alles degan. Good. Sen ko'plik. Jetzt können wir ein bisschen hammasini yozib olishga ulguryapsizlarmi? Hali-ku PDF qilib ham tashlayman gruppaga. Yozishga ulgurmaganlarimni ana PDFdan yozib olaman. Yaxshi. Yozib. Ozgina yana davom ettiramiz. Kalalar qaynab ketmadimi? Yaxshi. Hozirgi zamon. Zamon boshlaymiz. Bo'lmasa. Ozgina o'rganamiz, hali bu juda chuqurlashib ketmaymiz. Hozirgi zamon. Present. Birinchi eng muhim fe'ldan boshlaymiz. Bu sein fe'li. Sein bu bo'lmoq degan. In English, to be. To be, yeah. Was ist die erste Person? Birinchi shaxs nima ichida? Bin. Bin. Ikkinchi shaxschi? Bist. Bistlarni bilasizlarmi? Men faqat olmosh so'rayapman. Ich birinchi shaxs, du ikkinchi shaxs, uchinchi shaxschi? RZS. Endi ko'plik. Wir. Wir. Wir, ihr, sie. Ja. Zigina. Sie. Zi. Endi qaranglar. Bu sein fe'li qanday bo'ladi? Sein ikkita ich bin. Ich bin. Du bist. Bist. Sie. Es. Ist. ist. Wir sind. Wir sind. Sind. Ihr. Sie. Seid. Seid. Sie. Seid. Sie. Sind. Sind. Mana shu shaklda yodlab olishimiz kerak. Tushunarli? Bitta savol borda. Bitsin. Sind birinchi shaxs ko'plikda ham kelyapti. Ko'plikda ham kelyapti-da. Verda ham zida ham kelyapti. Bir xil bo'laveradimi? Bir xil. Shunaqa. Gapda ma'nosiga qarab ajratib olinadi. Bu bog'lash vazifasini bajaradi. Bog'lash. Hozir misol beraman, tushunib olasiz. Bir xil bu yerda, tushunarli?
Alles klar. Tushunlash kerak. Demak, olmoshlar bo'yicha farq qilar ekan. RZS demak uchalasi ham bir xil ist bo'ladi. Via sind, ia zayd, zizi sind. Bu yerda ham uchtasi sind bo'lyapti. Bu yerda ham uchtasi ist bo'lyapti. Ha. Bu nima uchun kerak bizga? Vaqon brauchen wir das. Bu fe'l shunchaki ikkita so'zni bir-biriga bog'lash vazifasini bajaradi. Zum Beispiel Ich bin Taucher. Ich bin Student. Ha? Student man deyapti-da. Men talabaman. Demak, mana bu bin degan narsa shunchaki bu yerdagi mana subyekt deymiz, subyekt shaxs bilan mana bu yerdagi obyektni, student obyekt bu yerda bog'lash vazifasini bajaradi. Ko'ryapsizlarmi? Bog'lab beradi faqat. Bog'lamasa gapirib bo'lmaydi. Ich Student kann man nicht sagen. Ich Student deb bo'lmaydi. Men talaba. O'zbekcha to'g'ri, ma'nosiz ham aytish mumkin, lekin nemischada bo'lmaydi. Demak, mana shu bin degan narsa o'zbek tilida mana bu shaxs qo'shimchasini beradi. Men talaba man. Tushunarli? Mansandir. Men talaba deb aytiladimi o'zimizda? Men talaba. Bari to'g'ri keladi-da. Bizda mumkin ketaveradi, ha? Men talaba. Men talaba. man deganda O'zbek tilida talaba man. ketaveradi. O'zbek tilida ketaverar ekan. Nemischada bo'lmaydi. Tushunarli? Ich Student deyolmaysizlar. Ich bin Student bo'lish kerak. Tushunarli? Demak, mana shu bin demak sein fe'li bu yerda bizda mana shaxs qo'shimchasini beradi. Men talabaman. Endi qolganlariga ham qo'yib chiqamiz. Du bist Du bist Student. 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 Sen Du talaba. Sen Sen talaba. talabasan. Sen talabasan bo'ladi. Tushunarli? Z bilan beramiz. Ikkalasini bersak bo'ladi. S deb berolmaymiz, ha? S bilan ham S endi S Hayvonlari ketib qoladi-ku. hayvon emas, u vaziyatga qarab kelaveradi S ham. Masalan, das Mädchen qiz bolada. RZS is student. Aha, student. Student. Ular talaba. Ular Ya, u bilan u birlik bo'ladi. Tushunarli? Demak, bu bog'lash vazifasini bajaradi. Xo'p, boshqa misollar yozamiz. Ustoz, ko'plikda student o'zi bo'laveradimi? We sind student. Yo, ko'plikka yozamiz studentni ham. Bu ko'plik shakli ham juda katta mavzu, ungacha boramiz hali. Aha, bo'p. Xo'p, du bist zum Beispiel fleißig. Fleißig nima degani? Nima edi fleißig? Kim bilan? Tirishqoq. Aktiv. Du subyekt eslab qolinglar. Demak, subyekt degani ega o'zimizda. Subyekt. Das kann eine Person sein oder das kann eine Sache sein. Bu shaxs yoki narsa bo'lishi mumkin. In der zweiten Position, ikkinchi pozitsiyada steht immer das Verb. Verb degani fe'l, harakat. Biz ham bir xil ekan inglizchasini. Und fleißig, das ist Objekt. Objekt. Also, du bist fleißig bo'lsa, sen tirishqoqsan.
Demak, mana shu senni beryapti bu do. Ko'rdingizlar? Do bilasizlik, to'g'rimi? Yo'q. Na. Yo'q. Bog'lovchi. Sen tirishqoq. O'zbekcha bo'laveradi. Hozir bizsiz bo'lmaydi. Tushunarli? Mhm. Good. Eng Xo'p. qiziq mavzu kelib qoldimizda. Biz bilasizlik, sen tirishqoqsan. Endi buni savol qilmoqchi bo'lsak, mana bu verbni birinchi pozitsiyaga olib kelamiz. Biz birinchi pozitsiyaga keladi. Qaranglar. Bizni tortamiz boshiga. Biz keladi boshiga. Biz Keyin egani ikkinchi pozitsiyaga tortamiz. Biz do, subyekt ikkinchi pozitsiya, zweite pozitsion, obyekt joyiga qoladi. Biz do fleißig. so'roq gap qoladi. Bist du fleißig? Das ist dann ein Fragesatz. Savol gap bo'lib qolibdi endi. Sen tirishqoqmisan? Yoki yalqovmisan? Uyat bilan qilmaysan? Bist du fleißig? Nima deb javob beramiz? Ja, Ja, ich bin ich bin fleißig. fleißig. Tushunarli? Ha, men tirishqoqman. Ich bin fleißig. Men tirishqoqman. Yo'q deydigan bo'lsak, nein deymiz. Nein yo'q degan. Ich bin nicht fleißig. Nicht ishlatamiz bu yerda. Ich Subjekt, ich bin nicht fleißig. Yo'q, Ustoz, men Aha. neft degani nima degan ustoz? Inkor shaklida emasman degan. Not deb beradimi? Men Tirishqoq tirishqoq emasman. Emasman, yo'q-da, yo'q. emasman degani mana shuda. Emasmi? Tirishqoq emasman. Emasman. Inkor shakli. Gana. Shu yog'ini tushundingizlarmi o'zi? Ha, Ha, cho'tka ustoz. No, Kimlar bor ekan? inglizchaga o'xshash ekanda. Ikkalasi qarindoshda o'zi. No bojaga biz ham not ishlatib ketardik. Nein bojaga nicht ketar ekanda. Moyin ingliz tilida nemis tilini ham o'rganyapti deyman. Shunday. Bo'lmasam, Ko'rinsaga. Nerede? Okay. Zo. Endi bir ikkita fe'llarni tuslanishini ham ko'ramiz. Keyin bo'ladi bugungi. Kallalar ochib ketmasin. Uni qabul qila olammi, yo'qmi kallalar bir kunga? kechagi o'yinni o'ynaymiz. Zo, endi boshqa fe'llarni ko'rib chiqamiz, qaranglar. Masalan, kommenni ko'ramiz. Kommen nima degan? Kommen kelmoq. 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 Birinchi shaxsda yozamiz. Erste Person ich. Zweite Person du. Du. Dritte Person RZS. RZS. Plural wir, ihr, sie. Demak, qaranglar. Bizda hamma fe'llar moq bilan tugagan, uxlamoq, yemoq, ichmoq, moq. Moq, hech qanday shaklga kiritilmagan so'zlar bizda moq, masalan. Uni biz shaklga kiritib aytamiz. O'qiyman
o'qiysan deymiz. O'qimoq, turmoq. Mana shu moqmoqlar nemis tilida en hammasi. Ya'ni shaxslarga qo'yilmaydi lug'atda beriladigan shakli en bilan beriladi. Kommen, lesen, schwimmen, gehen, sprechen, heißen deb. Tushunarlimi? Mana shu en qo'shimchasini olib tashlamizda nima qoladi bu yerga? O'zak qoladi. Mana o'zak. Enni yo'q. Enni o'tib yuboramiz, o'zak qoladi. Kom qoladi, kom. O'zakni shunday olib kelamiz bu yerga. O'zakni olib kelaman. Kom. O'zakni olib keldim, ko'rdingizlarmi? O'zakni olib keldim. Ana endi mana ishni qo'shimchasini berishim kerak. Ish kom bo'lmaydi. Demak, bu yerga berishim kerak. Tushunarli? Bu xuddi mana kelmoqda moqni olib taylayman. Moq kerak emas. Kelni olib kelaman bu yerga. Men kelyapman, tushunmaysizmi? Yapman. Qo'shamiz o'zbekcha, to'g'rimi? Xuddi shu narsa nemis tilida mana shu bitta harfi bilan beriladi. Ich komme. Men kelganman yoki kelyapman. Tushunarli? Bu hozirgi zamonda demak men kelyapman. Endi duga qaraylar. O'zakni yana olib kelamiz bu yerga. Du shakliga ham olib kelamiz buni. Mana keldi. Duga keldi. Kom deb yozdik. Endi bunga Grammar aktivida ham oshgani bor. Endi qaraylar, bunga st ni qo'shamiz. Du kommst. Sen kelyapsan. Ko'rdingizlarmi? Komni olib keldimda bu yerga st qo'shdim. Du kommst. Endi uchinchi shaxsga olib kelamanda buni yana komni o'zini olib kelaman. Kom. Endi bunga t qo'shaman. Kommt. Mana bechka bosdi. U kelyapti. T qo'shimchasi. STT bo'lagan. Eslab qolinglar. Endi ko'plikka o'tamiz. O'zakni mana enni olib tayladik, kom qoldi, o'zak qoldi. O'zakni endi bu yoqqa olib kelamiz. Kom. Endi bunga n qo'shaman. We are coming. Biz kelyapmiz. Ko'plik bo'ladi. Endi o'zakni yana olib kelaman. Kom keladi. Kom. Endi bunga t qo'shaman. Ia kommt. Uchinchi shaxs bilan teng bo'lib qolagan. Ia kommt. To'g'ri, uchinchi shaxs bilan o'xshash. Mana o'xshash. Ia kommt. Sizlar kelyapsizlar bilan. Und sie, mana sie. Bu yerda ham demak komni olib kelaman. Kelyapti. Kom. Nima bo'ladi? En qo'shaman. Ular kelyaptilar ularning. Enni qo'shdim bergan. Sie kommen, ular kelyapti yoki katta harf bilan bo'lsa sie kommen, siz kelyapsiz bo'ladi. Tushunarli? Kimlardir gurung qilyapti, men kimga mavzu tushuntiryapman? O'chirib qo'yish kerak degan mikrofon ustoz. Kimdi u? Komment. Menga qo'shilib qolgan ekan ustoz. Biz eshityapmiz, ustoz, eshityapmiz, darsni to'ring. Men bilib qoldim, Jamshidjon eshitmayapti ekan, gurung qilyapti u. Yo, eshityapman. Yo'nolay odam bodaxonada yana. Shuning uchun ekranlarni yopib olganlaringiz bo'lmaydi-da. Nima ish qilayotganlaringizni bilmayman-da men. Ochib qo'yaylik, majbur qilib qo'ying. Men majburdim, nechi bir aytdim.
unaqa deb bahona qilishadi. Kim biladi, bular telefonni qo'yib uxlayotibdimi, Netflix ko'ryaptimi, Instagram ko'ryaptimi, onlayn ishtirok bo'lmaydi-da, nazorat qilmaydi. Xo'sh, tushunarli ham. Demak, mana shu anavi presence. Hamma filmlarni shunaqa yasaymiz. Mana shu qo'shimchalarni eslab qolinglar. Ingliz tilinikida osongina emas, hammasiga bir xil yozib tashlanadigan. Nemislar har biriga aniq ana berib, qoida berib, o'ylab topgan. Qonun qoidani yaxshi ko'radi nemislar. Shundaygina. Ha. Demak, mana shu shaklda hozir Vonenni yozasizlar. Vonenni beraymi? Lebenni yozinglar birinchi. Yoki bunday qilsak ham bo'ladi. Mana bir tarafga hamma olmoshlarni yozamiz. Bu tepasiga fe'llarni yozib chiqaman. Bir vaqt o'zi ham ko'p pala narsa yozib olasizlar qog'ozga. Ha? Mana qaranglar. Keyin bitta o'qib chiqasiz. Demak, ich du sie es wir ihr sie. Iya. Xo'p, birinchi yozasizlar. Demak, bunga kommenni yozdik, geyenni yozinglar. Ketmoq degani. Ich gehe. Du. Yozamiz, gapirmanglar. Yozaveringlar. Iya. Sprechenni ham yozinglar. Sprechenni o'rgandikda chunki. Sprechen gapirmoq. Yana qaysilarni o'rgandik? Leben. Yashamoqda. Leben yashamoq. Qayerda yashayman? O'zi ko'proq fe'l yodlash kerak-da. Ko'proq so'z doim o'zi ko'p so'z yodlash kerak-da. Vonin ham yashamoq. Vonin ham yashamoq. Bu shahar ko'chada, tushunarlimi? Leben davlat. Davlatda. Mana shuni yozib qo'yish kerak endi. Chizig'imiz noto'g'ri qolsa. Yozinglar-chi endi. Yozib chiqinglar. Hamma shaklni yozib chiqinglar shuni hozir. Raqam kim edi? Esga kelmayapti. Ha, raqam yozib qo'yish kimdi? Keyin teatr. Ist. Wir. Keyin. Uchinchi qismida. Ist. Sizning keyin.
واحد واحد هذا بس So, sind Sie alle fertig? Bo'ldilarmi? Уже oxirgisi qoldi ustoz. Buni nega? Yozing. Fertig. Okay, dann Jamshidjon, Sie können gehen lesen. Ich gehe, du gehst, Langsam, langsam. sie, es geht, Ich gehe, du gehst, gehst, genau, sie, es geht, geht, aha. wir gehen, Wir gehen, ihr geht, ihr geht, genau. sie gehen. Men qilib o'laman. Sie Bo'ldi. gehen. Sehr gut. Ich lebe, Na, danke schön. Jamshidjon, danke. Jetzt Humayun, sprechen. Bo'ldi. Ich spreche, du sprichst, Ich spreche, genau. du sprichst, c'était. Bu yerda qaranglar, o'zak o'zgarib ketadi. Mana bu i, mana bu i bo'lib ketadi, chunki bu kuchli fe'l. Buni hali o'tamiz keyin. Bo'ldi, o'zgartirib qo'yadi. Keyin sie ist spricht tebalandi. Mana bu yerda ham i bo'lib ketadi. E'miz i bo'lib ketadi. Bu das ist ein starkes Verb, kuchli fe'l. Ha? Nicht normales fe'l. Normalniy fe'l emas. Qoidaga bo'ysunmaydi. Bularni hali o'tamiz keyinroq. Bo'ldi. Wir sprechen. Wir sprechen. Ihr spricht. Ihr sprecht. Sie sprechen. Sie sprechen. Ko'pligida normalniy holat. Tushunarli? Sehr gut, Rustambek, leben. ich lebe, du lebst, sie ist lebt, wir leben, ihr lebt, sie leben. Genau. Es lebt. Wir leben. Leben, Ihr lebt. lebt, Sie leben. sie leben. Genau. Sehr schön. Jetzt wohnen. Muhriddin. ich wohne, du wohnst, sie, es wohnt, wir wohin, wir wohin, ihr wohnt, sie wohin. Genau. Wohnen. Wohnen. Wohnt. Wohnen. Tushunarli? Endi kechagi o'yinni o'ynaylik. Vaqt Sizlar. yetamiz. Okay.
Kleines Beispiel bitta misol yozamiz bo'ladi. Beispiel. Men nemischa gapiryapman deylik siz. Okay. Zum Beispiel Spreche Deutsch. Ja? savol ham bermoqchi edimda. Du sprichst Deutsch bo'lsa, demak bu informatsion gap, ya. Xabar shakli. Endi buni savol qiladigan bo'lsak nima qilamiz? Fe'l birinchi pozitsiyaga keladi. Sprichst du Du Deutsch? Deutsch Sprichst du Deutsch? sprichst du bo'lsa savol bo'ladi. Nemischada gapirasanmi? Okay? Okay. Sen nemischa gapirasan? Deutsch. Deutsch. Gapirasanmi sen nemischa? So'roq bu. Sprichst Deutsch, sen nemis tilida gapirasan. Sprichst du Deutsch desak gapirasanmi bo'ladi. Savol gap bo'ladi. Gapirasanmi? Yordamchi fe'l yo'q ekanda so'z tilida. Proma fe'lda o'sib ketyapti. Aha, shunday. Fe'lda o'zi keladi. Sprichst du Deutsch? Anavda qanaqa qo'shimcha bo'lmaydi hali so'z. Yo'q, savollarda bo'lmaydi. Endi savol so'roq so'zli so'roq gaplar bor, ularni o'rganamiz hali. Veli. Was, wo, wer. Mavzuni tushundingizlarmi? Ha, Tushundik. Zo'r. Kallalarni ochib ketmadimi o'zi? yo'q. Ya. Qiziqarli bo'ldi. Zo'r. Hop, mana shu mavzu bo'yicha birinchi leksionimiz bo'yicha kechagi o'yinni yana takrorlashimiz mumkin. Presensni hali yaxshi o'rgansanglar, yana boshqa o'yinda ham bor presens bo'yicha. Hozir o'sha o'yinni o'ynaylar qani, shu bilan tugatamiz. Takrorlash bilan. Hop.